Sotuvda 1,5 metrli lentali alligator drobilkalarimizdan bor. Bu lentali drobilkalarimiz faqat o'tli mahsulotlarda maydalash uchun ishlab chiqarilgan bo'ladi, lekin qo'l quruq umuman tanlamaydi. Luboy o'tli mahsulotni maydalab chiqarib beradi. Somon hashalarni ham mayda-mayda qilib chiqarib beradi. Poyalarni bo'lsa silos razmerda stabilniy qilib 1 sm aralig'ida maydalab beradi. Ichki mexanizmlarni ko'rishlaringiz mumkin. Vallari quyma vallan bo'ladi. Pichoqlari o'rtada 6 ta splashnoy quyma pichoqdan bo'ladi akalar, kuydirilgan bo'ladi. Pechatlarigacha bor bu pichoqlarni. Pechatlari ham videoda ko'rinmayapti. Pechatlari bor. Shkiflari ham quyma shkifdan bo'ladi, butun shkifdan. Oldida 48 ta pichog'i bor. Ramasiga svarka qilingan hamda yana aylanib turuvchi pichoqlari bo'ladi. Bu pichog'i chopib qirqib bersa, oldidagi pichog'i titib yorib beradi akalar. Lentalarini uzunligi 50 sm bo'ladi, oxirlari 75 sm bo'ladi. Kirish qismi 35 sm ga, balandligi 20 sm bo'ladi. 3-4 ta poyani tez-tez maydalab beradi. Hop, bu drobilkamiz undan tashqari qo'shimcha tepasi bunkeri bor. Bu bunkerni xohlasani yopib qo'ysalar ham bo'ladi. Hech qanaqa batdan narsa chiqmaydi, chang chiqmaydi. Buni olib, ochsalar, ko'chaga yoki ikkida sabzavotlarni maydalasalar ham bo'ladi. Faqat sabzavot ko'chaga maydalasalar ham bo'ladi. Suvni chiqarmasdan chiroyli akkuratni qilib chopib beradi. Motorlari 5,5 kilovatli alyumin atmotikali 3000 оборотda ishlaydigan motor bo'ladi. Hop, juda ko'pchilik buni mis deb sotishadi bu motorlarni, chunki buni ochib ko'rsalar, mana shu boltlarni yechib, ustki qismi mis turadi. U misni qirsalaring yoki kesib ko'rsalaring, ichi alyumin chiqish ehtimoli juda katta bo'ladi akalar. Xohlovchilar uchun 3 fazali 380 da ishlaydigan 5,5 kilovatli motor ham qo'yib beraveramiz. Bu 220 motor yokida benzinli motorlar ham qo'yib beraveramiz. Undan tashqari o'zining ikkita skorisi bor. Juda maydali qilsa, sal yiriroq qilib chiqarish imkoniyati ham bor. Har bitta vallari quyma aktivniyli vallardan bo'ladi. Smaska qilib ishlatsalar ham bo'ladi. Bu tarafdagi oldi qismida vali ham ikkita aktivniyli bo'ladi. O'rtadagi vali ham aktivniyli bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, bu drobilkamizni O'zbekiston bo'ylab dastavkalarini bepul bo'lgan holatda qilib beramiz. Dastavkasi bepul bo'ladi. Narxi 4,7 million so'm bo'ladi akalar. Xohlagan motorlarni o'rnatib qo'yib bersa, narxi o'zgarmaydi. Manzilimiz Toshkent shahri Izza bozorining oldida. U mana shu ko'rib turgan Risakan ro'parasidagi bozor, Izza bozori, Taxta bozori bo'ladi. Shuni bu tarafida avtobuslar kanachkasi bor. Mana shu Kentavr do'koniga kela olasizlar. Pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqa olasizlar.